Tak, safarimiz qaridi Qiziljo'lla. Eslaringizda bo'lsa bitta sumkacha bilan keluvdik. Mana qancha narsa bilan ketyapmiz. Bachalaga sovg'alik, o'zimizga kiyimlar. Ishqilib mana shuncha narsa bilan ketyapmiz. Qiziljo'lla hammaga assalomu alaykum. Bir balo qilib uyga kelib oldik. Asosiy narsalarni ko'z tutaman. Bu kofelardan. Оказывается, biza oladigan hamma kofelar naturalniy emas ekan. Maslinniy ko'p dolgo хранить qilish uchun kim qanaqa maslalarni qo'shib qo'yadigan. Qora rangi juda ham to'q kofelar ekan. Asl yaxshi kofe rangi och bo'lar ekan. Eng nima desam sizlarga высший sort nimalari mana shunaqa ochiq rang bo'lar ekan. Ko'p olmadim, yukimiz juda ham ko'payib ketdi. Mana qaranglar. Mana shunaqa rang bo'lar ekan. Ko'ryapsizlarmi? Korичневый, ochiq korичневый rang. To'q emas. Mana shunda oldik paka, yarim kilodan 1,5 kilo berdi. Choylari, naturalniy choylari, har xil choylari ularni. Qanaqadir chili, o'zini fruktlarini yegan biz. Bu ananasovый choy, bu marakuya, mayak ko'radigan har kuni qilib berdim. Tushib ketmadim. Bu esa mangolik choy Qiziljo'lla. Mana bunaqa orexlar o'sha yerda yetishtirilar ekan. Ko'p olmadik, вообще yukimiz ko'payib ketdi, keyin ko'p bo'ldik Qiziljo'lla. Вот qizimga bunaqa rezinочка, o'g'illarga, erkaklarga duxi. Tak, bu esa kakao, ko'rsatdim sizlarga borgan joyimizni. Вот, bu matcha hozir har xil ichimliklar qilib ichsa bo'ladi. Juda ham foydasi katta matchani. 2 pachka oldik. Tak, qizga mana bunaqa duxini уже ochib ishlatib, trenirovkada xonasiga olib qo'yganman, vannaga ham qaraganim yo'q, mana ishlatilgan. Ko'rsataman keyinroq. Tak, bunaqa meshkalar, salfetka shalayslardan ko'rsatdim, влажный salfetka. Bu ham qizga yaxshi ko'raman bunaqa narsalarni. O'zimga bunaqa krem oldim. 1 yil, 3 yil oldimmi, 4 yil oldin nimaga Tailandga borganimizda ham xuddi shunaqa krem olib kelgandim. Juda ham yaxshi o'likalik krem. Buni nima dedi? Eslolmayman. Mana bu sochka Qiziljo'lla. Sochka sepishga masla, har xil o'simliklar maslasi juda ham yaxshi qiladi dedi. Bu yuzimga mana akne donachalar chiqadi-ku, mana shundan surt dedi. Ko'ramiz qanday bo'ladi. Tak, bu maz, nima, позвоночникlar, oyoqlar, qo'llar og'rishga, bilasizlar qanaqa doriligini, hamma o'zi maz qiladi. Shunaqa, buni masni ham telefon nomerini olib keldim. Po Rossiya bo'yicha dedi, tarqatamiz, shu kerak bo'lsa dedi, ishlatib ko'ringlar, garantiyasi bilan dedi. Buni bilsalaringiz kerak, bu shamollaganda burunlaringizga hidlar yuradigan. Oldingi vazelin emas, vazelindan boshqacha hidroq. Вот. Ko'p olamiz bundan ham. Bu o'zimga, qizga ham, o'zimga ham ko'ramiz. Tak. Вообще u yerda ishlab chiqarilmaydi. U yerda ekilar ekan, nima deydi? Bu oq perets, zernovoy, bu esa qora perets. Ikkalasini aralashtirib, молотить qilib, limon qo'shsalaringiz baliqqa juda ham zo'r sous bo'ladi. Qiziljo'lla bizga ham aytib o'tishdi. Tak, mana bunaqa nimachalar esimdan chiqdi, yuzga surtishga, nimaga, pudra-mudraga. Tak, rezinkacha, faqat rezinka olaman. Men hech qachon rezinka yo'q, потому что qiz yo'qotib keladi, bilmayman nimalar qilib keladi. Tak, mana bu qizlarga, o'g'illarga mana bunaqa turni oladigan chiroyli ko'sachkalar. Tak, qarayman, bunaqa kofelar. Magazinga kirib kofe ayirdik, ko'rasizlar. Har xilidan oldik, maza qilib ichishga. Ular kofeni nima bilan? Kofeni damlayganda ustiga nima desam sizlarga, молоко, сгущенное молокoni solib, shakar emas, сгущенное молоко solib, blenderdan ko'pirtirib, muzga solib ichadi. Dahshat kofe bo'ladi Qiziljo'lla. Biz почти har kuni ichardik shunaqadan. Bu samolyotda beruvdi, unaqa har xil nimachalardan, vaflichalardan olib, nachinkalari har xil, juda ham shirin ekan. Вот, bular esa yuzga maskalar. Mana har xilidan 4 xilidan oldim.
O'zimizda bizada juda qimmat. Вообще aytaman, hamma narsa bizadan o'lsa-o'lik ortiq juda ham arzon. Bot. Bunaqa shokolad oldim bachalarga, bir nimalarga surtib yeydi deb. Bunaqa 4 dan 5 ta oldik. Qiz dugonalariga podarkaga sovg'a qiladi. Shu pakai yana har xil nimalarim bor, ko'rsataman, ularni ko'rsataman. Qizlar jo'nlar komplektlar oldik mana bunaqa. Bunaqa narsalar juda ham yoqadi menga. Конечно, наверное, 10 barobar arzonga olgan bo'lsa kerak bizning narx bilan. Bu yerda komplekt bunaqa dumalar. Bunaqa 4 burchakli komplekt, прямоугольник. Bu ham komplekt 3 talik. Keyinchi ba'zi o'pkili bilan chiqaman bir balo qilib. Tak, bu ham qo'shiqchalar. Ikkitadan bular. Tak, bu ham ikkita. Chiroyli videolar olishga bilan ishlataman, xudo xolasa. Yo'nqa tarelkachalar. Nastoящий bambukdan qilingan. Idoralardan mana bu kurkuma granulalik. Ichish kerak buni. Qaraymiz instruksiyasiga qanday. Juda hamma narsaga foyda. Bu kalsiy bilan rыбий жир oldik. Yerda rыбий жир nima-ku? Juda ham kuchli-ku. Вот shunaqadan oldik. Ichishga vitamin. Bu позвоночныйga og'riydiganlarga, bu xandroz borlarga. Hammada xandroz bo'lsa kerak, shunaqa dori oldik. Mazi bilan birga. Нам подарили швабру. Чем? Ведро. Как будто это легкое, да? Это тяжелое. Нет, вообще не легенькие. Да? Сейчас надо. Сейчас Зода пусть не ломает, конечно. Она хоть умеет собрать? Так должно быть. Ну, это только швабру соберу. Да, девчуля. Idishlarimni sodalik suvga yuvib oldim. Mana uchun nima yutgan, nima qo'ygan, все равно yangi bo'lsa ham обработать qildim. Quritishga qo'ydim. Ertadan nasib bo'lsa ishlatamiz. Qizlar jonlar ishga ketganman ertalab. Ishxonada ikkita qizim bor o'zi. Shunday mana shokoladcha oldim. Натуральный вот этот, который ular qiladigan. Ko'rsatdim videoda yo'qmi bilmayman, shuni ko'rsatib dedim mana. Nachinkalari har xil. Qizlar jonlar hammaga assalomu alaykum. Bizda nastoящий осень boshlandi, yomg'irdan yomg'ir. Berlarim, конечно, men ketgandan beri sug'orilmagan. Pomidorlarim hali endi qiziryapti. Ну, yeyamiz har kuni. Вот. Bugun, конечно, очень judayam ko'p огородda ishim bor edi. Afsuski yomg'irli kun bo'lgani uchun uyda ishlaymiz. Endi mana pereslarimni kecha xo'jayinimga ushlab keling dedim. Svежийdan farshировать qilaman-da. Ну, yeyishga ham, morozinkaga ham bo'saman. Kerak sizlar qancha? Ko'p. Voy, buni roq qilaylik, uzoqroq. Bitta shopda bir dunyo. Shularni yilib bugun nima qilishim kerak? Bu yerda ham bor katta bo'lib ketgan. Mendan boshqa hech kimga kerak yo'q. Pomidorlarni ko'ryapsizlarmi? Bunagicha bechoralarning suvi yo'q, bu suv berib. Nimadan yomg'irda suvidan sug'orib. Qo'lga ko'ryapsizlarmi? Yomg'ir yog'yapti. Вот. Bugun ishim shu. Gladить qilish kerak, juda ko'p kiyimlarni qilishim kerak. Dalada nastoящий kuz. Salqin, bugun yurishga chiqdim, yomg'ir qoldi. Yillarimni olishim kerak. Ish ko'p, vaqt yo'q deydi-ku. Aytmoqchi, tuxum olib kelaman hali ham. Skarlupa. Nimaga yerlashtirib qo'yamiz. Zilzilar. Bularni bechoralar sug'urmasa ham bechoralar tirik. Qizlar jonlar, biza mana bir marta osh qilib beruvdi. Kim desam sizlarga ishxonamda Ozarbayjonga qiz.
Вот o'sha guruch aytdim sizlarga, guruchga sariyog'ni eritib, ichiga kurkuma soluvdi. Bunaqa kurkuma solib, guruchning ustiga shuni sepuvdi-da, surtuvdi. Judayam shirin bo'ladi. O'shandan beri, o'sha kundan beri guruch pishirsam, uydagilarimga xuddi shunaqa qilib beraman. Sariyog'ni eritib oldim. Ustiga ozgina kurkuma solib aralashtirib qo'yaman-da, bankachaga solib qo'yaman. Men bo'lsam bo'lmasam, bachalar guruch yegan payti ustiga shunday oqirib yeydi qizlarjonlar. Bir yeb ko'ringlar, sizlarga ham yoqadi deb o'ylayman. Menga juda ham yoqdi bu narsa. Kurkuma вообще hamma narsaga foydali, bilsangiz kerak. Men nimadan ham olib keldim? Nima edi? Vyetnamdan ham olib keldim kurkuma, Natasha yeyishga granulalik chiqqan yerda. Bizda ham bo'lsa kerak bilmayman, lekin bizda ko'rganimda O'zbekistonda bo'lishi mumkin. Hozirlarga ko'rsatib o'taman, granulalikni ham ertadan xudo xohlasa ichishni boshlayman. Juda ham organizmni tozalaydi. Bilsangiz kerak, kurkuma hamma narsaga, zreniyaga ham foyda. Endi shunaqa videolar chiqarib turaman sizlarga taka. Harakat qilib turamiz. Duo qilib turamiz. Kanalimni ocholaman, ocholmasam ularga boshqa kanal ochamiz. Qizlar qaranglar, mana bunaqa granulalik oldik. 2 donami, 3 dona bir kunda ertalab Natashaga ichish kerak. Sizlar ham ichinglar shunaqa agar bo'lsa. Ko'p kishidan eshitganman, bir kishidan emas, ko'p kishidan eshitganman mana shunaqa. Вообще именно granulalik bo'lish shart emas. Kurkumani suvga solib ichganlarni ham eshitganman. Ertalab Natashaga turasizda, ozgina suvga kurkuma aralashtirib, agar juda ham taxir bo'lsa, ta'mi yoqmasa sizlarga ozgina asal aralashtirib olsalaringiz ham bo'ladi. Agar yoqsa, shu turishni ichaveringlar.